Navbatdagi 3-savol O'ktam nomidan kelgan ekan. Savolim quyidagicha: Fotiha qilingan, ya'ni unashtirilgan qizimga sarpolari haqida menimcha 5-6 komplekt kiyimlar berilgan, oyoq kiyimlar ham birga. Endi ular yozgi yo kuzgi kiyimlardir, xullas hozir qishku, yana kiyim deb so'ramoqda. To'yimiz bo'lmadi hali. Taqinchoqdan tilla sirg'a ham berilgan. O'sha narsada ma'lumot bersangiz, olib berish kerakmi yo boshqa yo'li bormi? Ya'ni oila haqida ekan. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, hali nikohlanilmagan, faqatgina ikki tomonning bir-biriga va'dalashgani tufayli bo'lgan munosabat. Hali nikoh bo'lmagandan keyin u nikoh qizning nafaqasi, qizning sakani, qizning kiyinishi, qizning yeb ichishi kabi umumiy nafaqasining birortasi bu yigitning zimmasida vojib bo'lmaydi. Demak, hozirgi savolda so'ralgan edik, hali nikoh bo'lmagan bo'lsa, ularning orasiga nafaqani vojib qiladigan aqd nikoh bo'lmaganligi uchun, demak, ular nafaqa uni zimmasiga vojib bo'lmaydi. Shundan kelib chiqib, hozir savolda so'ralgan edik, hali olinmagan, nikohiga olinmagan ayolga ayol tarafidan so'ralgan narsalarni qilib berishlik yigit tomonining zimmasida vojib emas. Ya'ni yigitning zimmasida vojib emas. Agar shu nikoh bilan o'rtalari bog'langanida edi, uning hamma kerak bo'ladiganini o'zining darajasidagi miqdorda, demak, qilib berishligi vojib bo'lardi, lozim bo'lardi, farz bo'lardi, uning zimmasidagi vazifasi bo'lardi. Shuning uchun to nikohlanmaguncha bunday narsalardan saqlanish kerak. Ana shu odatda juda ko'p ixtiloflar, ajrashishlar, oralaridagi xotinlarning orasidagi janjallarning sababi mana shu narsalardan bo'ladi. Nikohdan oldindan boshlangan narsa haqidagi ixtilof nikohdan keyinda, Alloh asrasin, ularning o'rtasidagi nikohni bekor bo'lishiga sababchi bo'lib qoladigan harakat bo'lib qolmasin. Har bir taraf, qiz taraf ham, o'g'il taraf ham o'zining hududida tursin. Nikohlanib ular, demak, xotin bo'lgandan keyin, ana undan keyin bir-birini zimmasidagi vazifalarni bajarishlik ularning zimmasiga, demak, vojib bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.